Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Texnomarketga keldik. Obunachilarimiz so'ragan, o'sha biz kutgan bo'lib berishga xolodilnik, morozilnik, bытовой texnikalar magazini, barcha narsalar, telefonlar bo'lib berishga muddatli to'lovga beradigan magazinga keldik. Hozir mana ichkariga kirib video qilamiz. Albatta videomiz yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Qanday mana magazinga keldik, Texnomarketga. Shu obunachilarimiz so'ragan. Narx-navolarni bir aytib o'tsangiz. Shu iloji bo'lsa xolodilniklar bizga ko'proq qiziq bo'lyapti. Yozgi sezonga va gaz plitalarimiz. Aql ko'zdagi brendlarimiz Artex, Shivaki, Royson, Avalon, har xil modellarimiz bor. Uch tarafdan ko'p ishni narx-navolar. Yo'lda ko'rsatilgan narxlar asosan mana aka narxi bu yoqqa kredit summasi yozilmagan, naqd narxi yozilgan. Avvalo ko'p kelgan klientlarimiz asosan naqdga so'rashadi. Naqd summasi mana bular oylik 12 oyga, 6 oyga va 3 oyga bo'lgan muddatli to'lovlarga hisoblab qo'yganmiz, tayyor qilib, grafik qilib. Yana holatga qarab, vaziyatga qarab turib narx-navolarni kelishtirib beraveramiz aka. Bu yoqda xolodilniklarimiz hozirgi paytda eng ko'p sotuvda bo'lgan modellardan bittasi 72. Bular endi hamyon bo'lib turibdi. Mana narx-navolarni ko'rsangiz bo'ladi. No frost modellarimiz, ya'ni havo bilan sovutadigan modellarimiz. Ko'pchilik hozir zamonaviy texnologiyaga o'tgan holatda o'sha no frost holatdagi xolodilnikni so'rab kelishyapti. Bular eski xolodilniklarga qaraganda oldingi ekonom Eco Frost xolodilniklarga qaraganda farqi havo bilan sovutadi, qo'ygan mahsulotni muzlatib qo'ymaydi. Soatlab, misol uchun kunlab tursa ham deylik 2-3 aqlajiyoni turadi. Mahsulotni yaxshi holatda ushlab turadi. Xuddi shunday mana undan keyingi modellarimiz LG modellarimiz bor. LG ham No Frost zamonaviy eng oxirgi texnikalardan bittasi. Endi bularning narxi bilasiz, nisbatan qimmatroq bo'ladi. Bularga ya'ni boshqa modellarga qaraganda 8.990.000 bo'lyapti. Bu naqdning narxi aytganimiz. Bizga shu iloji bo'lsa budjetliroq arzonroqlarni ko'rsatsangiz bo'lsa, mana boyagi modellarimizda Laretto modellarimiz, mana Shivaki modellarimiz bor. Mana bu ham xuddi shunday No Frost'ni 3 yil to'liq garantiyali. Hajmlari katta, ko'rib tursiz, mana mazlikalar ham juda katta. Bemalol yozda holatda, misol uchun meva-chevalar alohida, muzlatmaydi bu. Go'sht mahsulotlari alohida. Bu ham No Frost aytganimizdek, muzlatib qo'ymaydi. Zamonaviy texnologiyalar bilan. Va bu yoqda kullerlari ham bor. Kullerlari va bu yoqdan suv quyib qo'ygansiz, o'zining sovuq bilan bu yoqdagi suv beradi. Bu yoqda mana o'zimizning retro xolodilniklarimizdan Samsungni eng ko'p sotilgan modellardan desak bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha, O'zbekiston sborka Samsung RB29 modellarimiz mana narxlari 8.450 ming. Bu yoqda displeyi bor holatdagisi. Agar buni displeyi ichkaridagi holatdagi bo'ladi, ular yana bir 500-600 ming so'm arzonroq bo'ladi shunga yarasha. Buni ham mana ko'rib turganingizdek, mazlikalar, ayollar ko'p qiziqtiradigan narsa. Meva-chevalar saqlash. Shunaqa. Muzlatadigan zonasi kattaroq bo'lishni xohlaydi. Xuddi shu Samsungda mana ko'pchilik tepada marazlika xohlaganlarga bunaqa modellarimiz ham bor. Mana RB32 degan modellar, mana pastdagi xolodilnik ancha hajmi katta bo'ladi. Litrlarni oddiy xolodilnikka o'xshagan bu, ha? Oddiy xolodilnik No Frost. Bu yoq buni ko'rsangiz bo'ladi, 250 litr. Xolodilnikning o'zi. Marazlikasi 72 litr. Mana bular ko'rib turganingizda bo'yi baland bo'lgan bilan 192 litrda xolodilnikning kamerasi. Buniki 250 litr. Yana ham kattaroq oylar arası mana bunaqangi erta 38 degan 35 degan modellarimiz ham bor. Endi turi ko'p, xudo xolasa mana bu yog'i sezon yangi yilda kirityapmiz. Yana yangi modellar kelaveradi. Obunachilarga nomeringizni qo'yib qo'yamiz, ular telefon qilib ma'lumot beraverasiz. Yana bu tomonda ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda kir mashinalarimiz ham bor ekan. Kir mashinamiz ham bor. Kir mashinalarimizda bularning ham kilosiga qarab 6 kilodan boshlab 11 kilogacha bo'lgan, 10 kilogacha bo'lgan modellarimiz bor. Har xil brendlar, Avalon, Artel,
Sevintage, Imber, Zipler, Hoffman modellarimiz ham bor. Mana kilosi 8 kilolik, 8 kilogacha. katta 10 kilolik. 10 kilolar ham bormi? Bor, mana bu yoqda ko'rsatib beraman. Mana 10 kiloliklar. Hajmi ko'rsatib beradi. Anchagina katta. Kengina bo'ladi. Hoffman texnologiya gemasi sborka Xitoydan bo'lib turib kelyapti. 3 yil to'liq garantiyasi. Undan tashqari 10 yil garantiya motorga. Hamma kir mashinalarimizni motoriga 10 yildan garantiya 10 yil beriladi. garantiya. Shuni tez xizmat qilib beriladi buzilsa. Motor uchun alohida 10 yil, umumiy servis garantiyasi uchun mana avtomat kir mashinamiz soch ichida tayinli kirishi mumkin deylik, ichida qanaqa miyalarimiz nimasi bo'lsa 3 yil to'liq garantiyasi bor. Undan tashqari 10 yil motorning o'ziga invertorligini hisobiga garantiya beriladi. Marazinliklar bor. Marazinliklarimizda litrlari har xil bor. Misol Tadbirkorlarimiz diqqatiga. 330 litrlik kattagina ko'rsatib bo'ladi. 330 litrliklari. Buni 250 litrlik yoki bundan kattaroq desangiz 480 litrlikgacha bo'lgan katta xalqlar marazinliklarimiz ham bor. Endi misol uchun buni artelimizni narxi 4920 ming bo'ladigan bo'lsa, yana kelishtirib beramiz. Bu muddatli to'lovga chiqadi. Yana ma'lum narxlarda kelishtirasiz. Albatta. Vaziyatga qarab, kundan kunga misol uchun narxlar tushyapti. Kerak bo'lsa, yana aksiyalar bo'ladi, har xil yana kelishtirib chiqarib beramiz. Xalqlarimiz bu yoqda mana EcoFrost modellarimiz bor. Boyagi tomonda ko'rsatganimiz No Frost bo'lgan bo'lsa, bu tomondagilar asosan EcoFrost modellarimiz. Mana ko'rsatib bo'ladi. EcoFrost qanday tushunsangiz? EcoFrost deganda ko'rsatib bo'ladi. Bu yoqda mana boyagi No Frostga o'xshab devorda tirqichlar yo'qda, tekis holatda freonni o'zini sovutishni hisobiga devorlar muzlab sovuq holat tusha beradi. Lekin xolodilnik kamerasi bunda ham muzlamaydi. Muzlatib qo'ymaydi, faqat morozilovka. Marazinliklar muzlaydi. Uni ham endi darajasiga qarab yursangiz, kuzgi, qishki, yozgi holatga qarab turib darajasini o'lchab beradigan bo'lsangiz, bundan ham yaxshi holat tushirib tursangiz bo'ladi. Bulardan eng misol uchun hamyonbop modellarimiz misol uchun 1.900 ming atrofidan boshlansa, bu yoq ikki kameralarimiz mana 2.800 ming, 2.5 million atrofidan 2300 ming atrofidan boshlanadigan modellarimiz ham bor. Bu yoqda yana ketadi ikki kameralardan eng kattaroq modellar mana ko'rsangiz bo'ladi. Boyagi Samsunglarga o'xshagan marazinlikasi pastalik Arteldan chiqqan yaxshi 345 modellarimiz. Mana ko'rsangiz bo'ladi, buni ham marazinliklari alohida 3 ta tortmalik bo'ladi. Buni bo'lgan narxlarini 4200 ming qilib beryapmiz. To'xtagan narxi. Endi yana soatga qarab tepasini ko'rsatib bo'ladi. Anchagina keng, yaxshi model. Bu ham aslida sotuvda ancha yildan beri bo'lib kelgan, yaxshi o'zini oqlagan modellarimiz. Endi ko'pchilik bu kishilarga arzonlarga qiziqadi, shuni ham ko'rsatib o'tsak. Misol uchun mana shu ko'rib turgan Royson modelimiz uy uchun, kishilar oilalar uchun, ofislar uchun olishadi. Mana bu tomonda mana shu Apple modellari bor mana. Misol uchun 1.800 gacha kelishtirib bersak, mana bu Artelda 1.950 gacha kelishtirib beryapmiz. Bemalol ofis uchun bo'lgan bo'lsa, tagiga qulflab qo'ygan. Qulflab qo'ysa ham bo'ladi bemalol. Ikki kameraliklari misol uchun ko'pchilik qiziqtiradi. Ikki kameraliklari mana Artel modellarimiz yaxshi sotuvda bo'lib kelgan modellarimiz. Mana shularni 2.900 ming so'mgacha narxga kelishtirib beryapmiz aka. Muddatli to'lovga endi hisob-kitob qilinadi. Muddatli to'lovga hisob-kitob qilinadi. Muddatli to'lov qanday? Plastikka pasport plastik bilan keladigan bo'lsa bo'ladi. Shet o'zida xudo xolasa ishimiz bitadi. Qayerga yugursiz? 15 ming atrofida ish chiqib ketadi. Umidlarimiz chiqib, mana shet o'zida. Dastavka xizmatlaringizmi? Обязательно yana eng asosiy aytiladigan narsa plastik o'zi emas, boyagidek plastikda kamida 4-5 oy mablag' aylangan bo'lishi kerak, yangi aylanma mablag', oylik, hammasi hisoblanadi. Pensiya shu holatda biz yerda faqat shu oladigan odam o'zi kelish kerak, pasport plastik bilan tekshirib, xudo xolasa muddatli to'lov ma'qul kelgan vaqtga qarab 3 oy, 6 oy, 9 oy, 20 oygacha muddatli to'lovlarimiz bor ekan. Mashinkalar ham xuddi shunday. Pol avtomatlarimiz bu yoqda, boyagi avtomatlar bo'lsa, bu tomonda pol avtomatlar. Yarim avtomatlarimizda mana 10 kilolik, 9 kilolik, 8 kiloliklar modellarimiz bor. Ko'pchilik endi qiziqtirgan ayollarni anaqasi mana ichi nejavikalik, mikkellik modellarimiz ham chiqqan. Qorayib ketmaydi. Uncha misol uchun ehtiyotsizlikdan temir jismlar tushib ketsa ham shaza qilmaydi. Bular 9 kilolik modellar, ancha ichi kengina 2
kishilik adyollarni bemalol aylantirib adyollarni ham yumshoq bo'ladi. Yengil hozir ko'rpalar sochlarni bemalol o'sish bilan 10 kilo oladilar katta oilalar uchun. Mayli, rahmat. Sog'lik, salomat aka. Kelaverasiz, Sog' bo'ling. xizmat bo'lsa, nomerlarni belgilab qo'yasiz, xudo xolasa. Mayli, rahmat. Hasan aka. Sog' bo'ling. Xo'p.